Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Asakabank tomonidan bir mahsulot tamoyili asosida amalga oshiriladigan uzum zorlardamiz. Bu Toshkent viloyatining Parkent tumani Oqtepa mufida joylashgan 256, 257, 340, 600 va hokazo konturlarida joylashgan. Bu yerda umumiy yer maydoni 10,4 gektar bo'lib, 22 ta dehqon xo'jaligi ijaraga olgan holda faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Ushbu loyihani Asakabank tomonidan, Asakabank bilan birgalikda hamkorlikda amalga oshirib kelinmoqda. Bu tomonlarda ham toklar ekilgan. Hozirgi kunda toklar ochilib, barg chiqarish jarayonida, endi unib chiqmoqda. Bu yerda Parkent tumanida Oltar Agrostar tomonidan toklarni parvarishlash bo'yicha yetkazib beriladigan barcha mahsulotlarni yetkazish uchun Oltar Agrostar MChJ biriktirilgan. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 1,1 milliard bo'lib, shundan 800 million dehqon xo'jalik hisobidan 300 million bank tomonidan, bank kreditlari va homiylik tomonidan yordam berib kelinadi. Yetishtirilgan umumiy miqdori 210 tonnagacha yetishtirilish ko'zda tutilgan. Umumiy daromad 3,1 milliard ko'zda tutilgan. Shunda dehqon xo'jaligiga bo'ladigan bo'lsak, har bir dehqon xo'jaligiga 130-140 milliondan daromad olishi ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda toklar mana o'z ko'rganingizdek barg chiqarib, gullashga sekin-sekin yaqinlashib kelmoqda. Asakabank bilan hamkorlikda doimiy ravishda ishlash ko'zda tutilgan.